Просто ужас bor u, просто ужас. Tushunishinglar uchun aytib beraman. Biz dam olgani bordik. Обычный приrodada karavan qilib qo'yilgan, u yoqda sharoitlarni juda ham chiroyli qilib qo'yilganda, men bu bilan bo'lishdim. Agar men yomon narsa joylagan bo'lganimda tushunardim menga negativ kelishini-da. Tak men просто dam olgani bordik, men shunaqa sharoit, men shunaqa joy deb ko'rsatganim uchun erkaklar qolmagan negativ yozgan, ayollar qolmagan. No mayli, bu eng обычный kommentariy. Bu kommentariyaga javob beraman. Dam olgani borgan joyinglarda обязательно o'yin, kulgu, sakrab, bir nimalar, kachelyalar bo'lish shart emas. Hammani dam olish tushunchasi har xil. Bizga o'xshagan insonlar просто прироdaga borib, tog'larni yonida обычный bir kun qolib kelish ham xohlashi mumkin. Bitta kichkina karavanda bir kun qolib, обычный dam olib kelish eng katta plyusini aytaymi sizlarga. Bir xil payt birovlarning uyini ko'rib, kattaligini ko'rib, remonti zo'rligini ko'rib, mebellari qanaqa chiroyliligini ko'rib, biz havas qilamiz, o'zimizda bor hayotga shukr qilishni unutib qo'yamiz. Именно mana shunaqa biz borgandaqa, ya'ni videoda ko'rsatganimdaqa kichkina karavanda bir kun yotib kelish juda ham katta plyusi. O'zingizni bir xona bo'ladimi, ikki xona bo'ladimi, to'rt xona bo'ladimi, qanaqa sharoitli bo'lsa ham uyingiz borligi uchun shukr qilishni yanada ko'proq o'rganasiz. Bu opamizning kommentariyalari unchalik yomon emas, u yoqda bo'la yomonlari bor. Bularga nimaga javob berdim? Ayollar asosan uyda o'tirib charchaydi, faqat bolaga qarab charchaydi, faqatgina bir xil rejimdan charchaydi. Biror joyga borishni xohlash bu tabiiy holat. Lekin bularga o'xshab, nima qilaman shu pulni sarflab, uyda o'tirganim yaxshi, u yoqqa ham borib o'tiraman, bu yoqda ham o'tiraman deb o'ylaydiganlar ham topiladi, ko'rib turganinglarda. Lekin meni fikrimcha, inson zoti har xil sharoitni ko'rish kerak. Boriga shukr qilib, yo'g'iga havas qilishni o'rganish kerak. Именно o'shaning uchun sayohat ham qilib turish kerak. Sayohat degani bu faqatgina chet davlatlarda emas, balki o'zingizning davlatingizdagi, o'zingizning shahringizdagi, sizga begona bo'lgan joylarga ham borib turish kerak.